agar yer yuzini gunohga to'ldirib kelsa, lekin menga shirk keltirmasdan yo'liqsa, yer qobig'i to'ldi rahmatim bilan chiqaman deydi. Bundan keyin rahmatdan qanday qilib umid qilmaymiz? Gunohni isrof qilib tashlagan bandalarga rahmatimdan umid bo'lma deyapti. Endi shirk keltirmagan bo'lsanglar, rahmatim bilan chiqib ketib olaman degan bo'lsa, biz qanday umidvor bo'lmaymiz? Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda arobiylardan biri kelib aytdiki: "Ya Rasululloh, ma mujibatan?" Ya Rasululloh, ikkita vojib qiluvchi narsa nima deb so'radi. Rasululloh javob berib aytdiki: Man mata la yushrik billahi shay'an dakhalal janna va man mata yushrik billahi shay'an dakhalan nar. Kim Alloh taologa shirk keltirmasdan o'tsa, jannatga kiradi. Kim Allohga shirk keltirib o'tsa, do'zaxga kiradi dedi. Mana shu ikkita vojib narsa. Tavhid, jannat, shirk, do'zax degani. Shirk deganda biz faqat bir daraxtga sig'inishlik, toqqa sig'inishlik yoki yulduzga sig'inishlik tushunmaylik. Shirkning turlari ko'p. Alloh taoloning o'zidangina so'raladigan joyda ruhlarni qo'shib qo'ysak, qurbonlikda olib chiqib turib, o'yaga olib chiqib so'yib, mana joyga olib borib atab so'yib, falon joyga latani daraxtga ilayotgan bo'lsa, shu ham shirkning turlaridan. Alloh taoloning o'zidangina so'raladigan narsaga boshqalarga murojaat qilinsa, Alloh taolo uchungina qilinadigan ishda boshqalarni ham qo'shib qo'yilsa, shirk bo'ladi shu ham. Demak, tavhid jannatga yetaklaydi, shirk do'zaxga yetaklaydi. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu Rasulullohdan eshitib, umr bo'yi berkitib kelgan hadis haqida gaplashamiz. Muoz ibn Jabal bu hadisda vafot qilguncha birovga aytmagan edi. Bu qanday hadis edi? Biz hozir Allohning rahmatiga umidvor qiladigan hadislar, oyatlarni o'qiyapmiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ana shu markabini minib ketar ekan, Muoz ibn Jabalni orqasiga uchqashtirib olgan edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Ya Muoz" dedilar. "Labbayka va sa'daka ya Rasululloh" dedi. Payg'ambarimiz "Ey Muoz" dedi. "Labbayka va sa'daka ya Rasululloh" dedi. "Ey Muoz" dedi. "Labbayka va sa'daka ya Rasululloh." Nimaga 3 marta qaytaryapti? Ya'ni "Ey Muoz, men hozir shunday so'z aytamanki, eslab qo'ying." Shu ma'no bor edi. 3-marta "Labbayka ya Rasululloh" deganidan keyin aytdiki: "Ma min abdin yashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadan abduhu va rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahu Allohu alan nar." Ey Muoz, qaysi bir banda sidq dildan, chin ko'ngil bilan, ixlos bilan Allohning yakkaligiga guvohlik bersa, Muhammadni Allohning payg'ambari ekanligiga guvohlik bersa, Alloh taolo uni jahannamga yuzini harom qildi dedi. Ishonib aytyapsizlarmi, birodarlar? Chin ko'ngildan aytyapsizlarmi? Xursand bo'linglar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jahannam bunday bandalarga harom bo'ladi dedi. Bundan keyingi qanaqa bir bashorat bor? Bundan ulug' qanday xush xabar bor? Shunda Muoz ibn Jabal xursand bo'lib ketdi-da, aytdiki: "Ya Rasululloh, odamlarga aytaymi?" dedi. "Xursand bo'lib qolishadi" dedi. "Aytib qo'ysangiz, odamlar shunga suyanib amal qilmay qo'yisharmikin" dedi. Shuning uchun Muoz ibn Jabal umrining oxirigacha shu hadisni aytmadi. Lekin o'lim soatlari yaqin bo'lgan paytda shu hadisni ko'rgazib olib ketib qolib, ilmni yashirgan bo'lmaydi, umrining oxirgi soatlarida aytdi. Zo'r ekanda. Zo'r ekanda. Chin ko'ngildan ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammad rasululloh desa, men do'zaxga tushmayman ekan. Kecha hadis eshitdim. Yo'q, birodarlar. Bunga iymon keltirgan, bunga ishongan odam albatta amal qiladi. Badrda qatnashgan 314 ta sahoba, qolgan tirik Badr tugagandan keyin g'azoti, tirik qolgan sahobalarga Alloh taolo "I'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum." Ey ahli Badr, endi Badrda qatnashdinglar, xohlagan ishlarni qilinglar. Hamma gunohlarni kechirdim dedi. Ya'ni necha yil umri bo'lsa, nima ish qilsa Alloh taolo kechiraman dedi. Shu bandalar yotib olishdimi? Yo'q. Avvalgidan ko'ra jiddiyroq bo'lishdi amalda. Demak, siz bilan bizga mana shunday bashorat aytilindimi? Endi amalda jiddiyroq bo'laylik. Agar kishi faqat Allohning rahmatiga suyansa, gunohlardan ehtiyot bo'lmay qo'yadi. Doim gunohda ish yurib qoladi. Bari meni kechiradi deb yomonlikning ustida joni chiqib ketsa, jahannamga ketadi. Chunki Rasululloh sizlardan bir kishi bir umr jannat amalini qilib yuradi-da, kitob o'zib ketib, bitta gunoh tutsa Alloh taolo jonini oladi. Demak, bu bashorat hadislari bizni qanday ko'nglimizni ko'tarsa, shunchalik savob amalni qilishlikka undashligi lozim bo'ladi.
Qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ashhadu an la ilaha illalloh va anni rasululloh, la yalqahu bihima abdun ghayra shakin fayuhjab anil nar." Ashhadu an la ilaha illalloh va anni rasululloh. Qaysi banda mana shu ikkita kalima bilan shak keltirmagan holda Allohga yo'liqar ekan, Alloh taolo albatta bu bandani jahannamdan o'zi ehtiyot qiladi dedi. Bu hadislar, bu oyatlar siz bilan bizni oxiratdan bo'lgan qo'rquvimizni ziyoda qiladi. Alloh taoloning rahmati bo'lgan umidimizni ziyoda qiladi. Biz albatta gunohkormiz. Hech kim gunoh qilmayman deya olmaydi. Kullu bin odam xattoun degan Rasululloh. Odam bolasi bor xato qiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Laula annakum la tutnibun, la xalaqallohu xalqan yuznibun fayastaghfirun fayaghfiru lahum." Aw kama qala Rasululloh. Agar sizlar deyapti Rasululloh, gunoh qilmay qo'ysanglar, Alloh taolo sizlarni yo'q qilib bir xalqni yaratadi. Ular gunoh qilib tavba qiladi deydi. Alloh taolo gunohlarni kechiradi deydi. Biz begunoh bo'la olmaymiz. Alloh taolo biz gunoh qilib kechirim so'rab Allohning ulug'ligini, o'zimizni xorligimizni tan olishimizni xohlaydi. Modomiki shu sifat bizda bo'lar ekan, Alloh taoloning rahmatidan umidvor bo'lamiz. Allohning faqat rahmatigagina suyangan kishi amallarda sus bo'lib qoladi. Alloh taoloning faqat azob haqida aytilgan va'idlarga quloq solgan kishi noumid bo'lib qoladi. Lekin mo'min odamning qalbi rahmatdan umid, azobidan qo'rquv bilan doim birga bo'ladi. Inshaalloh ertagi suhbatimizda o'lim va ruh haqida gaplashgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum.